Assalomu alaykum akalar, sizlar charchamsizlar. Bizada yangi santexnika showroomimizni ochilish marosimi bo'ladi, xudo xolisa. Xo'p. Ish jarayonlari ketyapti. Xudo xolisa zo'r yangiliklar bor. Makinalar xilma-xillari bor. Kulli disklarmi, muravarli disklarmi, çok iyi. Shuni ko'ramiz. Polisagonlar kullilardan bo'ladi. Tepa sutki modellardan bor. Unitazlar zo'rlardan keladi. Installatsiyalar bo'ladi, installatsiyasi bo'ladi. Bitta unitazli bo'ladi. Jarayonlari davom etadi. Manzilimizni xudo xolisa ochilganda yana bir video qo'yaman. Manzilimizni Izza bozordan Kevrishda 10 qo'lga keladi. Izza bozor past tarafda Kevrishda 10 qo'lga keladi. Texnika bo'yicha hamma kerakli narsalarni mashinaning kulturasi bemalol. Bu bizning ikkinchi showroomimizni ochilish marosimi bo'ladi, xudo xolisa. Hammalarni kutib qolamiz. Sifat birinchi o'rinda turadi bizda. Hamma narsa sifatga bog'liq. Narxi endi to'g'ri byudjetniy variantlari ham bo'ladi. No, lyuks kачество deylariga shu narx qiziq bo'lmaydi. Negaki? Chunki u lyuks kачество bo'ladi. Xullas hammalarni kutib qolamiz. Like, podpiska bosib qo'yishingiz chiqmasin.